Assalomu do'stlar, yaxshi qilibsizlar. Mana Xudo xolasa birga do'stimiz bilan istiqlol blokteriyani keldik. Ben kafillarni 6 oy oldin bitirib ketdim. Birga o'tkazib qoldi. Aynan 20 Qalınlığı 8 cm. Shu managa terish kerak. Qulay tepagacha. Mana bizda mushukchalarimiz bor 2 dona. Xolasa shuni hozir terib chiroyli qilib bitirib beramiz. Ko'rmagan do'st aka, qalay bo'lyapti endi istiqlol blogimiz? Salomatlik bo'lyapti. Alloh kuch-quvvat bersin. O'ta zo'r bo'lyapti-kana. Xuddi haligi muzni bo'lib turibcha terib qo'yganga o'xshab bo'lyapti-kana. Xudo xolasa. Albatta, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xudo xolasa bitgandan keyin chiroyli qilib qo'yamiz-a, do'stim. Qani? Шикарно, ko'rsatmasin. Mana do'stlar, Xudo xolasa birga o'tganimiz ham bo'ldi. Aynan. Shunga zatrkadan qilib qo'ydim mana usta. Ha do'stim, bu tepadan motorlar chiqqan. Hozir yettirgacha shunday yopishtirsak, Xudo xolasa bo'ladi. Mana do'stlar, Xudo xolasa yog'ochni ham yopishtirib qo'ydik. O'ta chotki bo'ldi. Aynan so'ng zatrka qilib qo'ysak bo'ldi. Yerga o'tganimiz ham o'ta chiroyli chiqdi, ko'rsatmasin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin usta aka.